Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz mehmonlari hamda obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. O'zbekiston U17 terma jamoasi Osiyo Kubogining chorak finalida Birlashgan Arab Amirliklari o'smirlarini 3-1 hisobida mag'lub etib, yarim final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Aliyevni dubli va Sodiqovni penaltidan urgan goli evaziga terma jamoamiz muhim g'alabani qo'lga kiritdi. Avvalo barchani qo'lga kiritilgan qiyin g'alaba bilan tabriklayman. Sababi oson g'alaba demagan bo'lardim, chunki Birlashgan Arab Amirliklari ham o'ziga yarasha kuchli jamoalardan biri. Umuman o'yinda oladigan bo'lsa, o'sha o'yindan oldin Birlashgan Arab Amirliklari jamoasini o'rganib chiqqanimizda, jamoa asosan o'sha hujum boshlashda muammolar borligi ko'zga tashlangandi va birinchi bo'limdagi bizning o'sha strategiyamiz, asosiy maqsadimiz yuqorida pressing qilish hamda o'sha birinchi bo'limda ko'proq gollar kiritish edi. Asosiy vazifamiz buni futbolchilar birinchi bo'limda uddalashdi, raqibga o'sha hujum boshlashda hech qanday imkoniyat qoldirmadik va o'zimizni o'sha tezkor hujumlar orqali ko'plab golli vaziyatlar yaratdik. Birinchi bo'limdan keyin futbolchilarga bo'shashmasligi to'g'risida, yana ikkinchi taymda yanada hujumkorlikni oshirish to'g'risida ko'rsatma berdik, lekin baribir bu narsa mentalitet, ruhiyat bilan bog'liq. Sababi yosh futbolchilar 3-0 dan keyin erta o'yinni tugatib qo'yishdi. Shuni hisobiga ikkinchi taymda o'yinimiz biroz qovushmadi va keyingi o'yinlarni o'ylagan holda hamda tarkibimizdagi bir qator futbolchilarda sariq kartochkalar borligi tufayli ko'plab rotatsiyalar qilishga majbur bo'ldik. Albatta turnir og'ir o'tyapti. Bu turnir davomida futbolchilardan to'g'ri foydalanish ham juda muhim holatlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun har bir uchrashuvda har bitta futbolchini funksional holatini nazorat qilib boryapmiz va kerakli paytda zaxiralarni amalga oshiryapmiz. Musobaqa mezbonlari saudiyaliklar ham yarim finalga yo'l oldi. Yaponiya o'smirlariga qarshi o'yinda uchrashuvning asosiy vaqtida 2-2 hisobi qayd etildi. Penaltilar seriyasida esa saudiyaliklar 3-2 hisobida g'alaba qozondi. 14-aprel kuni chorak finalning yana ikkita uchrashuvi bo'lib o'tadi. 19:00 da Indoneziya Shimoliy Koreya, 22:15 da Tojikiston Janubiy Koreya o'yini bo'lib o'tadi. Indoneziya Shimoliy Koreya o'yini g'olibi O'zbekiston bilan, Tojikiston Janubiy Koreya o'yini g'olibi esa Saudiya Arabistoni bilan yarim finalda bahs olib boradi. Yarim final o'yinida ham O'zbekiston o'smirlar terma jamoasiga omad va g'alaba tilab qolamiz.